Assalomu alaykum qirg'iziston elim. 2026 yil 26 fevral. Qarasu, Asos, Mishalka, Motoblok balalarini bilib beradi sizlarga. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Yaxshimi? Tinchsiz aka? Tinchsiz yaxshimi? Aka, o'sha qirg'iz elimda nosos balalarini, balarka, instrument dünyasının balalarini bilib berganga sizga keldik ila. Chekeden tanıştırıp ketsеңizdер aka. Buna qanday nasos bo'lib qoladi aka? Bu aka elden bardығы bilет, бұл Қарабатыр деген наsos. Қарабатыр, а? 25 turboda болады, высота 48 метр болады. Yaxshi aka. 25 turboda 48 metr высота urib berеді. Мыналар 4 өші Қарабатырда 50 turboda 4 күрсеткалға. Yaxshi aka. Бұл дағы 42 метр 50 turboda береді. Бұны 3 күрсеткасы, 4 күрсеткасы, 5 күрсеткасы береді. Бағасы қанша болып қалады aka бұлардың? Bazı 3 күрсеткасы 16 milyon. 16 milyon. 16 milyon. Yaxshi aka. Бұл da bari bir firma qaralar. Qaralar bardығы Қарабатыр. Qarabatır. Bularınız? Bular Ariol деген firma. Ariol. İlk kırçatkada mesela 25'lik 38'lik turba. 25 turbada buna ilk kırçatkası 40 metre vusata vurup verip kalan mınaları kırçatkası qarap turib vusata özgöre veredi. Жақсы aka. 7 kırçatkaya geçen. Mına en kichinakeyin baсын, sredniyдің en çoğun basını aytsanız elге tushunukli bo'lsin aka. 2 kırçatkası 6,5 milyon so'm. 6,5 ming. 4 kırçatkası 8.200 so'm. 8.200 so'm. Kırçatkası 11 milyon so'mdan. 5 kırçatkalı 9,5 milyon. Qimmat aka. Çoğları? 220 ga işe turganda mınандай çoğ объемda aydaymen degenlerge 150'lik razmerde var. 150'lik ha? 100'lük razmerde var. Buların bası qancha bo'lib qoladi? Bularning bahsi mına 150'lik razmer 26 ming so'm, mına 100'lük razmer 22 ming so'm. 22 ming so'm, yaxshi. Dastlabki qaralgan aka? Dastlabki qaralgan. Qarangizlar. Rayonlarga, oblastlarga. Qo'lay. Mana balıklarınız qaysi firma bo'lib qoladi? Balıklar bu firmaniki. Rak firma. Bular bitimden sapatlısı. Biroq aqtar qimmat alınadi. Buların bası qancha bo'lib qoladi? Balıklar bu firmaniki 4200 so'mdan. Eng arzoni 180'liki 2600 so'mdan mesela. Ушул жерден aka sizga qo'shimchalab ketayin. Men o'zim shu balarkadan ishlatib keldim, Titan balarkasidan. Başta 4 yıl oldu. 4 yıldan beri bir usta görüldü aka. Tınbay svarkada işlep keledi. 4 yıl oldu aka. Yaxshi firma ekan onun, Titan firmanız var, жақсы. Mana 125'lik balıklarga alam desangiz, mana Makita firmaniki, biroq podelka bular. Podelka? Ha, bular 1300 so'm, 1400 so'mdan masalan bular. Yaxshi aka. Shu tanıştırib o'tgan instrument dünyasının bağlarına aka garantiyasi bo'lovi qanday bo'ladi? Garantiyasini qarashtiramiz. Qarashtirasizlar ha? Nimasiga qarab turib, alyumin jezdiga qarab turib. Jezlerga garantiya beriladi, alyuminlarga garantiya Hozir shu Qirg'izistonda aka bunday bo'lib o'tibdi, yerdan suv chiqarib o'ta kuch olgan. Ayıl jergesindeçi. Uşularning bağlarini aytib bersangiz, qanchadan boshlanadi, qanday bo'lganda, qanday ishlaydi? Bu skvajina nasoslar kilovatiga qaraladi, anan nimasiga qaraladi. Buni eng arzoni 7 ming so'mdan. 7 ming so'm. 7 ming so'mdan boshlab ketadi. Bir kliyentimiz geldi. İstemedim motorunu bilesin de önce. Ne başı var mı? Vuramayız. Ne şimdi işte. Tanıştırıyorum aka. Mına hozir beton teshganda o'ta qiziq bo'lib жатат. Beton teshganlarning бағалары qancha bo'lib qoladi? Bitan burovoydagi buna kichkinaydagi stoyka bilan da ishlatsa bo'ladi. Stoyka bilan, Nimasi narjoqda turadi apparati. Apparati. Stoykasi отдельно qilib, ruchnoy qilib ishlatsa da bo'ladi. Buni bahsi 8,5 ming so'm, bunaniki 18 ming so'mdan. Bu cho'ng 300 razmergacha teshsa bo'ladi. 300 razmergacha. Ha, buniki? Buniki 120 gacha teshsa bo'ladi. 120 gacha. Ha, bu instrumentingiz zati ne deb qo'yibdi? Tartsovka. Tartsovka. Alyuminiy jig'archa. Plastik kesganlarga. Plastik kesganga. Aynak jasaganlarga. Plotniklarga qisqacha aytganda. Bulardagi arzoni 5 ming so'mdan 5 mingdan boshlab, qimmati 50-60 so'm. 50 ming 60 minggacha da. Buna svarkalarınız var ekan. Titan. Titan svarkalar, bular arzonlari. Bular Arzonlari. 5 ming so'mdan. Buni amperiga qarab turib ketaveradi. Bularda eng arzoni 4 ming so'mdan masalan. Bo'yicha svarchilar Arsenal svarkasini izlaydi-da, sizda bormi yo'qmi Arsenal firmadagi? Resanta. Resenta var ekan. Resanta, rossiyskiy. Resenta. Resanta, rossiyskiy bor, xitoyskiy bor. Res. Bularning basi qancha bo'lib qoladi? Bularning basi kitayskilar 6 ming so'mdan boshlanadi, oyog'iga ketaveradi. Где-то 10 ming so'mgacha. 10 ming aylanasa, dastlabki bo'ladi. Dastlabki bo'ladi. Buni ne degan nasos bo'lib qoladi? Moyka apparat. Mashina moyka, домашний moyka. Домашний moyka. Bularda eng arzoni 4 mingdan boshlab oyog'iga ketaveradi. 50-60 ming so'mgacha bor. Yaxshi rahmat aka, savdoingiz bersin. Hozirna yoz kelib, ustroyka kuchib, men meshalkalarning basi qancha bo'lib qoladi aka? Meshalkalarning basi 19.500 so'm. 19.500 dan. Plasma sazuk. Arenaga berayotganlar shular. Qancha turi var hozir sizda?
Misalkan aldığımızda şunday türü var aka. Bir ile türü, ha? Var. Hı. Mına motoblog'unuzcha? Motobloklarımızdaki 30.000 so'mdan 12.000 tavsiye'miz var bunlar. Qancha at kuchinde bular? 5 at kuchi. Rahmat aka, savdoningizni bersin. Nomeringizni qoldirasizmi? 990 0990 70 00 06. 70 00 06 ha. 06. Ush nomerga qayrilsangizlar, dastlabki bardıq rayonlarga oblast ayыл жересіне qarылады.